Logistika sohasini o'rganish uchun ideal kurs bo'lganda siz uchun u qanaqa bo'lardi? Menimcha, ideal kurs bo'lganda faqatgina nazariy bilim emas, unga amaliy bilimlarni ham ko'rsatish, amaliyotda ko'proq o'rgatish bo'lishi kerak. Bu birinchisi, eng asosiysi. Ikkinchi jihati bo'lsa, ishga joylash, ya'ni 100% natija ko'rsatish kerak. Kompaniyalar ish o'qitgan o'quvchilarni hammasini ishga joylashga 100% yordam berish kerak. Uchinchisi, biz O'zbekistonda turganimiz uchun ham O'zbekiston bilan Amerikaning sistemasi juda ham boshqacha. Shuning uchun o'quvchilarga Amerikadagi haqiqiy sistemani yetkazib bera olish kerak. Bunga VRlar orqali, shunga o'xshagan tizimlar orqali ularga his qildira olish kerak. Xuddi shunaqa o'quv kursi o'zingizda bormi? Bu narsa hozircha menda yo'q, lekin 1,5 yildan beri bu narsani proyekt ustida ishlayapmiz. Yaqin kunlarda ochiladi va bu narsani e'lon qilamiz. Hamma o'qiy oladimi u dasturda? Afsuski yo'q. Imtihon orqali o'tiladi. Faqatgina 3 oy o'qiladi o'tdi va где-то 20 tacha odam olamiz boshida.